Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan hamma tomonlama universal bo'lgan crossover haqida gaplashamiz. Obzorini ham qilib beraman. Keyin videoni oxirida kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirasizlar avtomobil haqida. Avtomobilimiz Changan CSL5 Plus modelimiz. Birinchi ichki interyerdan boshlagim keldi. Avtomobilda ichki funksiyalari haqida. Avtomobilimizda adaptivniy kruiz-kontrol, голосовое управление, беспроводной зарядка, klimat-kontrol, video registratorlarigacha bor. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Avtomobilimizda Pioneer kompaniyadan audio sistema, bokovoylarda obogref bor, lobovoylarda shunaqa obogreflari bor. Mana sizlarga video registratori shunaqa 4 tomonlama avtomobil zapis qiladi. Pamyat kattaroq chip solib qo'ysanglar, полный zapis qiladi. Barlarimizda холодильникlarimiz bor. Joystiklarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ekonom, normal, sport rejimlari bor. Полный panorama, o'rindiqlarimizda isitish tizimlari bor. O'rindiqlarimiz ekoko'za bilan qoplangan. 360 gradus kameramiz ham cho'tka ishlaydi. Full HD formatda zapis qiladi va Full HD formatda ko'rsatadi. Avtomobilimiz salonlari juda ham keng ishlangan. Голосовое управлениялari ham ideal ishlaydi. Mana sideniyalari ham elektronlik bo'ladi. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. 18 razmerda diska, bagajlari elektronlik bo'ladi. $420 litr hajmda. Buni tagida zapaskasi bo'ladi. Propan qo'ydiraman desanglar, propan qo'ydirsanglar ham bo'ladi. Avtomobilimizning orqa dizayni ham juda ham chiroyli ishlangan. Avtomobilimizning gabaritlari katta. Podveskalari ham oldi ham orqa ham независимый bo'ladi. Mana kameralari. Endi oldini ham gaplashamiz. Oldi oblisovkalari ham juda ham chiroyli ishlangan. Ramkasiz oldi reshotkalari. Dizayni ham redline bo'lib juda ham chiroyli ishlangan. Diskasining dizaynlari ham juda ham chiroyli. Avtomobilimiz narxiga kelsak, kommentariyada birinchi fikringizni qoldiringlar, keyin narxini ham aytaman. 3 yilgacha foizsiz muddatli to'lov va imtiyoz shartlarida kreditlarimiz mavjud avtomobilimizga.